Assalomu alaykum do'stlar. Sobir Rahimova ko'chasidagi 48-xonadonimiz bugun sotuvda. 265, 2,5 sotidan sal kattaroq ixchamgina xonadon olaman deyotgan do'stlarimizga. Do'stlar, o'zi bu xonadonimizni chiqargan edik. Endi to'liqroq, podrobniyroq deganlarga endi mana o maktabda oldiran, ya'ni Habiba Abdullayev maktab mana oldimizda mana qizarib aka olib bering turibdi. Shu maktabda mana ro'parasi joylashgan. Maktabdan o'tamizda sirasi chap qo'lga do'nga. Ya'ni ushbu videodan ko'rsanglar bo'ladi. Yo'llarimiz 8 gina mana shunday kirasizlar-da, ushbu o'ng qo'limizdagi xonadonimiz bugun sotuvda. Mahallamizga keladigan bo'lsak, gaz, suv, svet, hamma sharoitlarimiz bor. Do'stlarim, magazin deysizlarmi, maktab, hammasi bor. Endi aka, keling bu yoqqa. Mana bu ravot do'stlarim. Ya'ni shu ravotda o'zingizlar chiroyli qilib bir remontlar qilib olasizlar. 265. Xohlasanglar mana bu yo'llarga chiroyli tunuka fonlarda endi bezak qilib olasizlar do'stlarim. Uzungina yo'lagimiz va mana shu 2018-yilgi ushbu mashinamizdan sotuvda. Buni ham bilasizlar do'stlarim. Bu mashinamizni 2.2 dizel. Endi komplektatsiyasi juda ham go'zal, chiroyli, aka bitta ikkilanib berib qo'yasiz. Paputni ko'rsatib qo'yaylik. Endi atay kelib qoldik. Salonlari koja salon, hattoki orqalarida ham monitorlari bor, avtomat korobka, multi rul, plastik sidenli, elektropaket. Endi nima kerak do'stlar? Mana hamma sharoitlari bor ushbu mashinamiz. Bu mashinamiz endi bu safar bo'ladigan senasini aytib qo'yamiz. Bo'ladigan senasi $11,000 berib oladi. To'xtagan senasi do'stlarim. Tolashmaysizlar. Old orqa yemagan ekan, toza ekan, ozgina karfaksi eshik shilinib qolgan ekan. Xullas, ushmani oldirama berib qo'yasiz ekan mana. Chiroyli, go'zal mashinamiz. Endi mana shunday kiramiz. Mana bu hojatxona. Do'stlarim, 265, 2,5 sotidan sal kattaroq, ixchamgina do'stlarim va yaxshilab quloq solib turinglar. Bu xonadonimizni uje pullarini ham skidka qilib qo'ydik. Chunki o'zi bir 2 kun oldinmi qo'ygandik. Endi juda ham zudlik bilan bo'lib ketgani uchun mashinamizni ham pulini o'zi 12,5 ming deb chiqaruvdik, 11 ga bo'ladigan sena qilib qo'ydik. Endi bu xonadonimizni do'stlarim 50 deb chiqaruvdik a. Sizlarga $42,000 ga tushirib qo'ydik do'stlarim. Endi kami ham bor. $42,000 kamini o'zingizlar telefon qilib turib gaplashib olinglar. Kirganimizda mana bu yerda bitta xonamiz bor. Va aka, xonani berib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Mana bu ikkinchi xonamiz do'stlarim. Mana bu esa 3-xonamiz. Xonalarimiz do'stlarim o'zingizlar ko'rsanglar bo'laveradi. Chiroylikgina. Bu yerda esa ya'ni kuxnya uchun joyimiz. Endi buni xohlasanglar kuxnya qilinglar, xohlasanglar mana aristollar qo'yib qo'yishibdi, bir banyami shunaqa narsa qilsanglar bo'laveradi. Va mana bu yerda do'stlarim mana ko'mirxona, bir sklad qilsanglar bo'laveradi. Dokumentlari do'stlarim a'lo darajada. Qizil kitoblari bor. Shunday nominlarga o'tkazib berishadi do'stlar. Bu xonadonimiz Qirg'iziston O'sh shahri, ya'ni Yujniga chiqqaninglarda birodarga aynan shu maktabda oldi. Telefon raqamimizni yozinglar. 0550 bilan 002 106. Qaytaraman, 0550 bilan 00 21 06.